Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşçülər. Bu haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımıza gələnlərni qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqun. Qashqar Koni şəhərdə 14 nəfər Uyğur oğlanı şəhid qılındı. Xitay təcavüzçiləri vətənimiz Şərqi Türkistanın Qashqar şəhərində 15 dekabr qanlıq qətliam elib berib, arasında 6 nəfər ayol bolğan 14 nəfər Uyğurni şəhid qıldı və bu qətliam səbəblik 21 bala yetim qaldı. Xəbərlərdə məlum buluşca vaqa 15 dekabr yakshanba kuni shu yer vaqti soat 21da Qashqar Koni şəhər nayisi CX idorasining saqchilari Sayvaq yezida tutqun qilayotganda yuz bergan. CX saqchi idorasining saqchilarining xohlagancha tutqun qilishdek yo'lsizlikqa qarshi pichoq va kaltaklik qarishtirgan Uyg'ur o'g'lonlaridan 14 nafari etib shahid qilingan va 2 nafari qo'lga olingan. CX idorasining 2 nafar saqchisi Uyg'ur o'g'lonlari tomonidan o'ldirilgan. 15 dekabr Qashqarda yuz bergan qonliq voqea intayin tezlik bilan dunyoning har qaysi joylaridagi to'rbatlarda e'lon qilindi. Yaqinqi 5 oy ichida Xitoyning tajovuzchi kuchlar tomonidan o'lgan kishining soni xalqaro axborot xabarlarida 200 ga yetdi deyilgan bo'lsa-mu, amaliyotda bu son Xitoy doiralari xalqaroning ko'zidan qochirishga ulgurolmagan sondan iborat. Xitoy doiralari navbatda Hasan Ismoil ismli Uyg'ur o'g'lonini qochqin deb tutish e'loni chiqarib, ko'ch-ko'chlarga chaplab o'tgan. Hasan Ismoilni tutish e'lonida Hasan Ismoilning to'liq adresi, kimlik nomeri yozilgandan boshqa yana Hasan Ismoilni tutib berguvchilarga mukofot berilganligi yozilgan. Shundaqla bu voqeada shahid qilingan 14 nafar qarindoshimizning 6 nafari ayollar ekanligi va bu voqea sababli 21 bolaning yetim bo'lib qolganligi oshkorlandi. Xitoy Kompartiyasining tarixchisi Li Shing yozgan Xinjiang Uyg'ur tarixi nomli kitob qattiq tanqidga uchradi. Uchiga chiqqan millatchiligi bilan to'nilgan Xitoy kommunist doiralarining yollanma tarixchisi Li Shing yozgan Xinjiang Uyg'ur tarixi nomli kitob qattiq tanqidga uchradi. Sharq Turkiston ishg'olchisi bo'lgan Xitoy doiralari butun kuchi bilan Sharq Turkistonni o'zining qadimiy zamini qilib ko'rsatishga urinib kelmoqda. O'zining bu vaqtdagi razil maqsadiga yetish uchun qattiq kuchayotgan tajovuzchi Xitoy doiralari Sharq Turkistonning Xitoy kontroli ostida qolishini xalqaro qonunli qilib ko'rsatish uchun nurg'un safsata va saxta tarixlarni o'ydirib chiqmoqda. Bu maqsad bilan Xitoy Kommunist partiyasining rasmiy tarix yozuvchisi millatchi Li Shing Xinjiang Uyg'ur tarixi nomli atalmish tarixiy kitobini yozib chiqqan. Lekin quyosh nurini soyibon bilan yo'q qilib tugatgani bo'lmagandek, Li Shing yozgan bu saxta tarixiy kitob Sharq Turkistonning Xitoyga tava emas, mustaqil bir davlat ekanligidek haqiqat nuri oldida xalqaro jamoatining tanqidlashiga uchradi. Li Shingning kitobi to'g'riliq to'tilgan Turkiya yozuvchisi Yücel Tanay mundaq dedi. U kitob Xitoy o'zining ishg'oliyati ostida bo'lgan Sharqi Turkistondagi qora yuzini yoshirish uchun yozilgan bir kitob bo'lib, butunlay burmilashlarga to'shib ketgandir. Bu kitobda Xitoy millatchiligining irqchilik yuzi kitobning har betida laylab turdi. Turklarning ona yurti bo'lgan Sharqi Turkiston hozir Xinjiang deyilmoqda. Vaholanki bu yurtning asli ismi Sharqi Turkiston va yoki Uyg'uriston edi. Bu turk yurtining nomining Sharqi Turkiston ekanligiga tarix guvoh. Xinjiang Xitoychada yangi besib olingan zamin deganni uqtirdi. Mazkur kitobning yozuvchisi o'zining shaxsiy ko'z qarashini o'ttirga qo'ygan. Qisqacha qilib aytganda, Xitoylar Xinjiang deb atagan Sharqi Turkistonni o'zining mustamlikasi deb qaraydi. Kitobning yozuvchisi Xitoy Kommunist partiyasining rasmiy tarixchisi Li Shing ismli Xitoyning uchiga chiqqan millatchi Xitoy ekanligi bildirildi. Turkiya yozuvchisi Yücel Tanay biz bilamizki, Sharqi Turkistonning yerlik xalqi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz turklaridir. Xitoylar bo'lsa Sharq Turkistondagi demografik tangpungliqni almashtirish uchun Xitoy doiralari tomonidan yerlashtirilgan ko'chmanlardir. Sharq Turkistondagi qo'zg'olonlardan hamisha Amerika mas'ulligi tortildi. Qani bu insonlar bunchalik baxtli bo'lsa, nima uchun Xitoy ishg'oliga qarshi isyon ko'tardi degan savol aqlimga keladi. Demak, Sharq Turkistonliklar Xitoy ishg'oli ostida yashashni xohlamaydi. Sharq Turkistonda bir mustaqillik va inson haqlari masalasi bor. Meningcha Sharq Turkistondagi qo'zg'olishlarni tashqi kuchlarga chetishning o'rniga Xitoy imperializmiga qarshi turing degan Yücel Tanay, Sharq Turkistonda ibodat erkinligi bormish. Bu nima degan kulgulik? Butun jami masjidlar Xitoy ishg'olchilarining kontroli ostida. Ramazonda roza tutish, hatto tarovih namozi o'qishmi erkin elib berilmay,
Xitoy belgilab bergan ma'lum shaklda va yosh cheklamasi qo'yilgan holda ado qilindi. Xitoy imperialistlari Uyg'ur qiz ayollarining kiyim-kechak qiyofatlariga aralashib kelmoqda. Insof qilish kerak. Xitoy bosqinchilarining Sharq Turkistonni mangu o'zining zimini qilish uchun ko'rsatgan barliq amallarining butunlay safsata va saxtlikdan iborat ekanligi oshkor bo'lmoqda va Xitoyning bu razil harakatlari xalqaro tanqidga uchirmoqda. Xitoy Islom jamiyati a'zolari Anqarada. Turkiya Diyanat İşleri Başlığı Mehmet Görmez 13 dekabr İslam dünyasının ko'zini bo'yash uchun qurilgan Xitoy Islom jamiyati muavin raisi Adil va uning hamrohligidagi hay'at a'zolari bilan ko'rishdi. Türkiye Diyanat İşleri Başlığı Mehmet Görmez 13 dekabr İslam dünyasının ko'zini bo'yash uchun qurilgan Xitoy Islom jamiyati muavin raisi Adil va uning hamrohligidagi hay'at a'zolari bilan ko'rishdi. Görmezning ish o'rnida elib berilgan ko'rishda so'z qilgan Görmez Adil va hamrohligidagi hay'at a'zolarining ziyoratidan nihoyat xushal bo'lganligini bildirdi. Xitoyga ilgari 3 qitim ziyoratga borganligini ilgari surgan Görmez, bu ziyoratlarning ikki davlat va organlar orasidagi do'stlik va qarindoshlik munosabatlarining texmo kuchayishiga vasila bo'lganligini uqtirdi. Diniy organlar orasida ishlarning va ko'ngillarning bir-biriga ochiq bo'layotganligining ko'rilayotganligini bildirgan Görmez, qisqa muddat ichida ikki organ orasida kelishimlarning hosil bo'lganligini va bu kelishimlarga uyg'un xizmatlarning boshlanganligining xo'shallanarli bo'lganligini ta'kidladi. Xitoyning atalmish Islom jamiyati muavin raisi Adilmo so'zlarda hamrohligidagi hay'at va jamiyatini tunutdi. Adil hay'atda yosh imomlar va mutaxassislarning borligini bildirib, bu kishilarning elib borgan xizmatlari haqida ma'lumot berdi. Turkcha bilganligi uchun Turkiya Diyanat İşleri Ministerligining internet sahifasini ko'rib kelayotganligini bildirgan Adil, ministr Görmezning Malida selingan jamining ochilishi uchun u davlatga qilgan ziyaratining o'ziga qattiq ta'sir qilganligini, Filippinliklar uchun elib berilgan yordam yig'ish xizmatlarining alohida ahamiyatga ega bo'lganligini bildirdi. Sharq Turkistonda Uyg'ur musulmonlarining diniy ta'lim-tarbiya elishi va diniy ibodatlarni ado qilishiga butun kuchi bilan qarshilik ko'rsatib, har xil bahona, turli vositalar bilan Sharq Turkiston musulmonlarini bostirib kelgan Xitoy doiralari xalqaro jamoatning ko'zini bo'yash, xususan Turkiya ommasining ko'zini bo'yash va o'zining Sharq Turkiston musulmonlariga qarshi davom qilayotgan razil siyosatni qo'g'dab qilish uchun Tungan musulmonlarga qilgan kang qo'rsaqlikni islom dunyosi bo'libmi Turkiya ommasi oldida ko'z-ko'z qilish orqali Sharq Turkistonda elib berayotgan vahshiy zulmlarni yoshirib qolmoqchi bo'lmoqda. Ammo quyoshning nurini olqon bilan to'sib qolg'ili bo'lmagandek, Xitoy tajovuzchilari bu maqsadiga hargizmi yetolmaydi. Shundaqla butun dunyo jamoatimi Xitoyning bu shakldagi yolg'on yovdaqlarga hargizmi ishonmaydi. Chunki dunyo tulki mijoz Xitoyning hiylagarligini allburun tushunib yetdi. Masjid temiga o'rinlashtirilgan avtomatik pul elish mashinasi qattiq g'ulg'ul qo'zg'adi. Turkiya poytaxti Anqaradagi bir masjid temiga o'rinlashtirilgan bankining avtomatik pul elish mashinasiga bo'lgan noroziliklar natijasida avtomatik pul elish mashinasi elib o'tildi. Turkiya Xalq Demokratiya Partiyasi İstanbul millat vakili Sirri Surayya Önderning Anqara Sokollu Pasha jamiyasining temiga bank tarafdan avtomatik pul elish mashinasi o'rinlashtirilganligiga qarshi inkaslarga munosabatli javob bergan Turkiya muavin bosh ministri Bakir Bozdaq masalaga munosabatli ijroatlarning jami bino qilish va qo'g'dash jamiyatining ilikidagi ish ekanligini bildirib, bu ishga aloqador Diyanat İşleri Ministerligi tashviqot tayyorligi qildi va pat arada e'lon qildi. Bundaq ishlarning qayta yuz bermasligi uchun ogohlantirish berildi va qilishga tegishli chora-tadbirlar e'lindi dedi. Anqara Sokollu Mehmet Paşa jamiyasining ichki maydoniga o'rinlashtirilgan avtomatik pul elish mashinasiga munosabatli Turkiya Diyanat İşleri Ministerligi va muftiyligining hech qanday shaklda ruxsat bergani yo'q. Bu ish jami jamiyatining o'z oldig'ila muftiylik va Diyanat İşleri Ministerligining ruxsatini olmasdan sodir qilgan ishidir. Bundaq ishning qayta yuz bermasligi uchun tayyorlik qilyapmiz degan Bakir Bozdaq, bu jami jamiyati sodir qilgan hurmatsizlikdir dedi. Banki bilan to'xtam tuzishgan jamiyat mas'uli Adham Akkaya jami atrofida bankining avtomatik pul elish mashinasi bo'lmaganligi uchun jamoatdan jami maydoniga pul elish mashinasi qo'yilishi haqida talab kelganligini uqtirdi va jamiyat puli sifati bilan 16 noyabrda 3 banki bilan ko'rishganligini va jami temiga avtomatik pul elish mashinasi o'rinlashtirishni talab qilganligini ilgari surdi. Jamiyatning bu ishidan jamining imom xatib bilan Chankaya muftiyligining xabar yo'q ekanligini tilga olgan Akkaya, bizning bu jami ichida ayollar hojatxonasi yo'q, meyit yuydigan g'usulxona yo'q. Jami jamoatidan yillik yiqqan yordam aran 6 lira.
Bunchalik pul bilan bu ishlarni amalga oshirishim mumkin emas. Banka har oyda 800 lira kira bermoqchi bo'lgan. 3 bankomatik oyda 2500 lira kira bersa, bir yilda 30 ming lira kirim bo'ldi. Boshqa 2 banka bilan mo kelishim tuzgan edik. Lekin bugun hammasi yo'q bo'ldi. Akşam banka doiralari bilan ko'rishdik va bugun elib etildi dedi. Diyanat ishlari doirasi diniy ishlar yuqori organdan fatvo elishi kerakligini, lekin bunda qilmaganliklarini bildirgan Akkaya aqlimizga kelmabdi. Butunlay yaxshi niyatimizning qurboni bo'ldik. Bu yerda bo'lgan ish jamoatimizga, xalqimizga yaxshi xizmat qilishga aloqador harakatlardir dedi. Camiye harcanan para helalden mi geliyor, haramdan mı geliyor? Sen görmedin. Hayır, ben o sırada Ne oluyor ya? Cemaate sor beni, cemaate. Hayır burada Geri adım atmayacağım. Neye müdahale etmiyorsun? Geri adım atmayacağım. Bütün mangaları getireceğim buraya. Tanıyor musun, Seni tanımıyor musun? cami derneğine üye yapayım, karşıma çık aday ol. Güzel insan. Kongre Bizim yapacağız. amacımız dernekte koltuk makam mı? Cemaatle birlikte. Ya faizin Sonuna parası kadar izliyorsun devam halka ya. edeceğim Faizin burada. parası ya. faiz diye bir şey olmaz kardeşim. Bankayla nece uğraşma faiz ise. Aldığımız maaş da haram o zaman. Faiz zaten her yerde var. Maaş alıyoruz. Faiz zaten bankadan maaş alıyoruz. O zaman bankadan maaş da almayalım. Cemaat bölün. Gönlüm isterdi ki ayakkabılarıyla oraya giren, orada camilerin adabına, edebine aykırı bir şekilde bulunan, oraları tahrip eden bira kutuları, sigara izmarit... BDT'nin internet terrorchilarga zarba berish qarori Xitoyni xo'shal qilyapti. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining internet to'ri orqali elib berilayotgan terrorlik faoliyatlariga qarshi turish qarori Uyg'urlarni bostirishga yana bir bahona topgan Xitoy tajovuzchilarini qattiq xush qilyapti. BDT'ning internet to'ri orqali elib berilayotgan atalmish terrorga qarshi turish qarori ishg'oliy ostidagi millatlarning uyg'unib ketishidan qattiq ansirayotgan tajovuzchi Xitoy kommunist hokimiyatini nihoyat xo'shal qilyapti. Uyg'ur millatining diniy va milliy ma'rifini butun kuchi bilan cheklab kelgan Xitoy doiralari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan e'lon qilingan internet terrorchilariga zarba berishga munosabatli qaroridan ilgari e'lingan xalqaro terrorchilarga qarshi turish qaroridan foydalangandek yana bir qatim foydalanmoqchi bo'ldi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bu qarori orqali Sharq Turkistonning to'r erkinligi butunlay bo'g'ib tashlashni maqsad qilgan Xitoy doiralari mazkur qarorni qo'llab, bu haqda xalqaro hamkorlashishga targ'ib qilgan va xalqaro jamiyatining internet terrorchilariga qarshi hamkorlikni kuchaytirib, Sharq Turkiston islom harakatiga o'xshash internet orqali terrorchilik faoliyati elib berayotganlarga o'rtaq zarb berish orzusining amalga oshishini umid qilganligini uqtirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi so'zchisi Hua Chunying bunday dedi. Internet terrorchilariga zarb berish qarori internet terrorchilariga zarb berishga qarata davlatlarning tadbir qo'llanishini tunji qatim ochiq oshkora holda talab qildi. Bu qarorning kishilik yoki jamoatlik shaklda to'rlarda tarqalayotgan terrorlik faoliyatlariga qarshi zarb berishda nihoyat cho'ng ahamiyati bor. Hozirgi zamonda internet terrorchi jamoat yoki tashkilotlarning o'zlarining terrorlik faoliyatlarini va fikrlarini tarqatish orqali o'zlariga a'zo uyushtiradigan, iqtisod yig'adigan va hujum elib berish planlarini o'rinlashtiradigan muhim bir quroliga aylanib qoldi. Hua Chunying yana mundaq dedi. Terrorlik harakatiga bog'liq bo'lgan Sharq Turkiston terrorchi kuchlari oxirgi yillarda internetda o'zlarining nurg'un ovozli va ko'rinishli faoliyatlarini tarqatish orqali Xitoy hokimiyatiga qarshi jihad nomi ostida tashviqotini elib bormoqda. Mana bu Xitoy hokimiyatiga qarshi Uyg'urlar harakatining avj elib ketishidagi asosiy sababdir. Hua Chunying yana mundaq dedi. Sharq Turkiston terrorchi kuchlarining to'rda elib berayotgan to'r hujumlari faqat Xitoy hokimiyatining bexatarligi va muqimligiga ta'sir qilib qolmasdan, balki terror fikrlarini tarqatish orqali butun xalqaroning bexatarligiga tahdid elib keladi. İşğal ostidagi Sharq Turkiston xalqi ustidan elib berilayotgan mislsiz zulm va qirg'inchilikning internet orqali xalqaro jamoatiga oshkora bo'lib, dunyo jamoati oldida rasvo bo'layotgan tajovuzchi Xitoy doiralari Sharq Turkiston qarishlik harakatlarining kuchayayotganligi va uzluksiz davomlashayotganligining asosli sababini hal qilmasdan, navbatdagi xalqaro terrorga qarshi turish qaroridan foydalanib, Sharq Turkiston mustaqilligining ko'lishini Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ma'qulligi bilan bostirishga tirishmoqda. Bunun birincisi Allah Subhanahu va taolo shunday aytadi. A'udhu billahi minashshaytonirrojim. Va inna jundana lahumul g'alibun. Bizning qo'shinimiz o sheksiz g'olib. Yana bir o'rinda Allah Subhanahu va taolo shunday aytadi. Ala inna hizballahi humul muflihun. Allah Subhanahu va taolaning toifasi, hizbi u nijot topquchidir. Xotan diyorida yana bir nurliq yulduz o'chdi.
Uyg'ur xalqining peshqadam diniy olimi, yuzlarcha qori Qur'onlarni yetishtirgan ustoz Asdulla Qari Hojim 95 yoshida Xotanda vafot bo'ldi. İctimai uçur aloqa vositasi Facebook'ta e'lon qilingan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xotan musulmonlarining, jumladan butun Sharq Turkiston musulmonlarining beshiga bir musibat kelgan. Xitoy kommunist doiralarining Uyg'ur musulmonlarining diniy ta'lim-tarbiya elishiga qarata qattiq siyosat yurgizishiga qarshi o'zining iymoniy va vijdoniy burchini ado qilib, yüzlerce qari Qur'onlarni yetishtirgan ustoz Asdulla Qari Hojim 95 yoshida vafot bo'ldi. Asdulla Qari Hojim mashhur Abdunabiy Qari Hojimning peshqadam toliblaridan bo'lib, Xotan shahri Nusu yesida yashagan Asdulla Qari Hojim mashhur Abdunabiy Qari Hojimning peshqadam toliblaridan bo'lib, Xotan shahri Nusu yesida yashagan hamda Xotanda minglarcha yoshga Qur'on o'rgatgan va yuzlarcha yoshni qari Qur'on qilib qatoriga qo'shgan. Hayotida dunyo manfaatini deb o'zining iymonini va vijdonini bulg'amagan Asdulla Qari Hojim hayotining oxirigacha ko'piriga xizmat qilgan atalmish siyosiy kengash va Xitoy islom jamiyati degandek mikroblarga qat'iy qatnashmagan va qo'lidan kelishicha dinga va millatga xizmat qilgan Uyg'ur musulmon o'g'lonlarini yetishtirib chiqqan. Janobi Allohdan marhumga rahmat va mag'firat, yotgan yerining jannat bo'lishini tilash bilan birga marhumning urug' tuqqan va oila tavobiatlarining musibatga sabr qilishini so'raymiz. Hammamiz Allohning bandasidirmiz va Allohning dargohiga qaytqushlarmiz. Qish kirishi bilan Suriya xalqiga jiddiy yordam safarbarligi boshlandi. Suriyadagi ichki urush bu yil 3-qishini beshidan o'tkazayotgan shu paytlarda ko'plagan ijtimoiy tashkilotlar Suriya xalqiga yordam berish safarbarligi boshladi. Suriyadagi ichki urush bu yil 3-qishini beshidan o'tkazdi. Jondan o'tadigan qish sovuqining eng cho'ng qurboni urushda bo'lganidek yanada kichik bolalar bo'ldi. Hozirgacha ko'plagan kichik bolaning sovuqdan to'nglab hayotidan ayrilganligi bildirilmoqda. Musofirlar lagerda yashayotgan kichik bolalarning hayoti xatarga duch kelyotdi. İnsoniy yordam tashkilotlari ahvolga jiddiy qarab tez yordam qilish tashabbusida bo'lyotdi. Turkiyadagi nurg'un yordam organlari suriyalik qarindoshlariga yordam qilishga g'ayrat ko'rsatmoqda. Türkiye sahiye nazarati nabut bo'lgan va jiddiy darajada dori kamchiligi bosh ko'targan Suriyani dunyo doktorlari xayr-saxovat yordam jamiyati orqali qish sovuqi toza avj olgan bu kunlarda qimmati 2.422 ming lira bo'lgan 113 ming quti dorini Suriyaga avatdi. Suriya ichki urushi boshlangandan buyon jiddiy yordam xizmatini elib kelgan IHH insoniy yordam vaqti qish sovuqining boshlanishi bilan kichik bolalarga maxsus yordam safarbarligi elib berishga hozirlanyapti. Qilindigan yordam qatorida kichik bolalarga kiyim-kechak, ozuqliq va dori qatorliq narsalarning yordam qilinishi talab qilinmoqda. IHH insoniy yordam vaqtining nurg'un odamlari hali ham Suriya uchun aktiv xizmatda bo'lyapti. Bular Suriyaga qilindigan yordamning vaqtida yetkazilishi uchun tirishmoqda. Suriya o'qituvchilari va qo'zg'olonchi kuchlar birlashmasining bayonotida uzluksiz davomlashayotgan to'qinishlar va Asad rejimining muhosirasi sababli ocharchilik va ussizlikqa qarshi tirkishayotgan avom xalqning qattiq qish sovuqlarda butunlay chorasiz ahvolda qolganligini bildirib, jiddiy yordamga ehtiyojli ekanligi uqtirilgan. Bayonotda ichki urush sababli yurt ichida uylaridan ayrilgan 4 million kishi bilan qo'shni davlatlarda panohlangan 2 millionga yaqin suriyalikning xatar ostida qolganligi ilgari surilgan. Erdo'g'an Bengallarni jangovarlikka chaqiriq qildi. Türkiye Cumhuriyeti Baş Ministri Recep Tayyip Erdoğan, Bengal halkını dargı esilişe karşı cengivarlık gösterişe çağrı kıldı. Bangladeş'te tüm girişimlerimize rağmen dün sabah saatlerinde Bangladeş Başbakanını aramamıza rağmen kendisinden 65 yaşındaki Abdülkadir Molla'yı idam etmemeleri noktasındaki ricamıza rağmen Türkiye Baş Ministri Recep Tayyip Erdoğan, Bengal İslam Cemaatining rahbari Abdulqadir Molla'ning dargı esilmasligi uchun Bengal Baş Ministri bilan 45 minut so'zlashganligini, lekin bir natijaga erisholmaganligini jakarladi. Baş Ministri Erdoğan o'zining Abdulqadir Molla'ni darg'a osmaslik haqida Bengal doiralaridan talab qilgan butun iltimoslarga qaramasdan Bengal doiralarining Abdulqadir Molla'ni darg'a osganligini uqtirdi. Hozir Bengalda Abdulqadir Mollaga o'xshash 300 ga yaqin kishining darg'a eslishni kutib turayotganligini bildirgan Erdo'g'an, Bengal xalqini darg'a eslishga qarshi jangovarlik ko'rsatishga chaqiriq qildi. Erdo'g'an Bengal xalqiga sabr tilaydiganligini va siyosiy jangovarlikni tark etmaslikka tavsiya qildiganligini bildirdi.
Bangladeş halkına sabır temenni ediyoruz. Ve siyasi mücadeleyi de Bangladeş halkının bırakmaması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Çünkü çekilmek meydanı mevcut güçlere bırakmak anlamına gelir. Ve demokrasi mücadelesi. Şeyh Şureym Arab aralığa qar yığışı peygamberlik dalaletlerindendir dedi. Mekke Haram Beytullah Mescidining imamı Şeyh Şureym Saudi Arabistan'daki bir qancha yerde yaqqan qarning peygamberlik dalaletlerinden ekanligini ta'kidladi. Eliksa bo'rining orqasida Tabuk rayoniga qar yaqqan ekan Mekke Haram Beytullah Mescidining imamı Şeyh Şureym Saudi Arabistan'daki bir qancha yerde yaqqan qarning peygamberlik dalaletlerinden ekanligini ta'kidladi. Şeyh Şureym o'zining ijtimoiy uchur aloqa vositasi Twitter'dagi hisobida mundaq dedi. Qar daryo, o'stan va o'simliklarning asosiy manbasidir. Arab aralig'i qarning yig'ishi payg'ambar alayhissalomning payg'ambarligiga dalolat qiladigan alomatlardandir. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Arab zimini daryo, o'stan va yayloqlar holatiga qaytmoqcha qiyomat qoyim bo'lmaydi. U yana mundaq dedi: Tabuk rayoniga yaqqan qarni ko'rgan kishi payg'ambar alayhissalomning Tabuk g'azotida Muoz radhiyallohu anhu ga aytgan munu so'zni esiga soladi. Payg'ambar alayhissalom Muozga mundaq degan: Ey Muoz, sening umring yor bersa, ovi yerlarning bo'stonlikqa to'lib ketganligini ko'rasan. O'ttir sharq rayonlarini ziyonga uchratgan qor aralash bo'ronning orqasida Tabukning markaziga bo'libmi shimol va g'arbiy shimol tarafiga qor yig'ishga boshlagan. Shundaqla yomg'irmi yoqqan. Evet, qiziqarli suratkan bu. Azhar alimi Ali Jum'aning Mursiga bo'lgan o'chmanligining siri oshkorlandi. Misr Al-Manufiyadagi Usuliddin fakultetining sobiq mudiri doktor Mahmud Mazrua sobiq Misr muftisi Ali Jum'aning sobiq Misr raisi Muhammad Mursiga qarshi adovatining sirini oshkorladi. Misr Al-Manufiyadagi Usuliddin fakultetining sobiq mudiri doktor Mahmud Mazrua sobiq Misr muftisi Ali Jum'aning sobiq Misr raisi Muhammad Mursiga qarshi adovatining sirini oshkorladi va Ali Jum'aning harbiy inqilob hokimiyati tuzib chiqqan dasturga ma'qul deganlarni Alloh qo'llaydi degan so'zni qattiq tanqid qildi. Doktor Mazrua mundaq dedi: Alloh bilan qasamki, Ali Jum'aning rais Mursiga o'chmanlik qilishining sababi shuki, Azhar shayxi Ahmad Toyib Mursidan Ali Jum'aning qayta Misr diyori muftisi bo'lishini talab qilganda, rais Mursi bu talabni rad qilgan. Men buni doktor Mursining og'zidan o'z quloqim bilan anglagan edim. Ali Jum'a umumiy shaklda musulmonlarga qarta oshkora o'chmanlik qilmoqda. Ali Jum'aning bu maydoni harbiy inqilobchilarni qo'llab, qarog'ularcha bergan fatvolarda namoyon bo'lmoqda. Ali Jum'a harbiy inqilobga qarshi namoyishchilarning qinini to'kishni halol deb fatvo berganiga o'xshash, navbatda harbiy inqilob hokimiyati tuzib chiqqan dasturga ma'qul degan kishini Alloh qo'llaydi deb fatvo berish orqali harbiy inqilob hokimiyatiga ovoz to'plashga tirishmoqda. Ali Jum'aning so'zlariga raddiya bergan doktor Mazrua mundaq dedi: Ali Jum'aning bundaq so'zlarni qilishi hayron qolarlik ish emas. Chunki Ali Jum'a Azhar ulamolaridan hisoblanmaydi. Ali Jum'a Washingtondagi Xalqaro islomiy fikr instituti yetishtirilgandan keyin Azharga o'rnashtirilgan. Uning hamma so'zlarining orqasida dunyoviy manfaat ko'zlangan. Shuning bilan birga uning so'zlarining hammasi insoniy havoyi havasdan xoli emasdir. Doktor Mazrua Ali Jum'aga xitob qilib mundaq dedi: Agar sen harbiy inqilob hokimiyatiga xushomad qilish orqali mushuningga o'xshash tayin yo'q so'zlaring bilan Azhar shayxlari qatoridan o'rin olishni tamo qilgan bo'lsang, sen shuni aniq bilib olki, sening Azhar shayxlari qatorida bo'lishga asosiy haqqing yo'q. Chunki sen Azharda o'qigan emas. Misr Arabiya qonuniga so'z qilgan doktor Mazrua munlarni qo'shib qo'ydi. To'limi afsuski, sen o'zingni sotding va muftiylik suhbatingni ham yo'qotding. Sen fatvo berishga yoki shar'iy masalalardan biror masalada fikr bayon qilishga loyiq emas. Doktor Mazrua Ali Jum'aning dastur haqidagi so'zini namoyish maydonlaridagi musulmonlarning qinini halol qilib, armiya va soqchi mas'ullariga qo'rqmay o'ltir deb bergan fatvosining yanida hech qancha so'z emas deb qaradi. Ali Jum'a ilgari Rabiatul Adaviya va An-Nahda maydonidagi musulmon namoyishchi ommaning qinini to'kishni halol sanab, askar boshliqlariga qo'rqmay o'ltiraver deb fatvo bergan. Odatda askarlarga musulmonlarni qo'rqmay o'ltir degan so'zni bir mufti emas, normal bir musulmon qilmaydi. Doktor Mazrua butun musulmonlarni Ali Jum'ani boyqut qilishga va uning har qanday so'zlariga quloq solmaslikka chaqirdi va Ali Jum'aning o'zining mizoji bo'yicha halol harom qildiganligini bildirib,
Resulullah'ның bir müminning qinining to'kilishiga yerim so'z bilan bo'lsa-mu hamkorlashgan kishi qiyomat kuni ikki ko'zning o'rtasida Allohning rahmatidan noumid bo'lg'uchi degan xat yozilgan holda hashr qilindi degan hadisni eslatdi. Hürmetli televizor görgüçler, şunun bilan bu qatimlik haftalik istiqlal xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.